Salom do'stlar. Germaniya bir qadam kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Men ismim Diyorbek Mahmudov va bugun sizlar bilan Ausbildung qanday haqida gaplashamiz. Video davomida sizlar bilan Ausbildung nima o'zi va unda kimlar qatnasha oladi, yosh chegarasi, til bilish darajasi, qancha maosh topiladi va qanday qilib topish mumkinligi haqida to'liq ma'lumotlar berib olishga harakat qilaman. Ausbildung bu O'zbekistondagi kasb-hunar maktablari yoki kollejlar bilan o'xshash bo'ladi ba'zi bir jihatlari. Ya'ni maktabdan keyin nemis bolalari yo universitetga, institutga o'qishga topshirishadi yoki ma'lum bir kasbni o'rganish uchun Ausbildung qilishadi. Ya'ni Ausbildungda siz kasb o'rganasiz va bir ajoyib fakt, Germaniyada 620 dan ortiq Germaniyani o'zi tan oladigan Ausbildung yo'nalishlari bor. Bulardan tibbiyot, logistika sohasi yoki hotel fahman, ya'ni hotel menejeri bo'lib ishlab o'qishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu degani siz Germaniyada Ausbildung bitirganingizdan so'ng ish topishingiz yoki Germaniyada qolib ketishingiz osonlashadi. Va Ausbildung uchun yosh chegaralari qanday? Ma'lum bir yosh chegarasi belgilab qo'yilmagan, lekin 18 yoshdan 27-30 yoshgacha Ausbildungda qatnashsangiz, o'qisangiz, bu mo'tadil yosh, ya'ni hamma uchun mos keladigan, ish beruvchilar sizni qabul qiladigan yosh. Siz o'qish davomida ham amaliy ham nazariy bilimlarni bir vaqt olib ketasiz. Bu yo'nalishingizga qarab 3-4 oy praksisda yoki amaliyot qiladigan joyingizda ishlaysiz, 1 oy 2 oy shulega borasiz, ya'ni maktabga. Yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Haftasiga 1 kun, 2 kun maktabga borasiz. Qolgan 3 kun, 4 kunda praksisda yoki o'sha ish joyingizda amaliyotingizni o'taysiz. Va siz amaliyot qilganingiz uchun oyma-oyga pul olasiz, ya'ni oylik olasiz, ma'lum bir miqdorni. Ya'ni bu summa qancha bo'lishi mumkin? 900 yevrodan 1500-1600 yevrogacha bo'lishi mumkin. Bu summa sizning yo'nalishingiz yoki siz ish beruvchingizga bog'liq. O'rtada shartnoma qilasizlar. Bu pul tepagan pastga ham tushmaydi, o'ynamaydi. Har yili 100 yevro yoki 50 yevrodan oshib boradi. Va Ausbildung davomiyligi yo'nalishiga qarab 2 yil yoki 2,5-3 yil bo'lishi mumkin. Har bir ish beruvchilarda o'ziga yarasha taklif yoki talablari mavjud. Ya'ni kamida B1, B2 sertifikati yoki oldin to'plagan tajribangiz yoki biror joyda praktika qilgan bo'lsangiz shular, yo bo'lmasa BC prava shular talab qilinishi mumkin sizdan. Bu Ausbildung topish uchun sizga hech qanday konsalting firmalar kerak emas. Bu konsalting firmalarni oxirgi nuqtaga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Birinchi bo'lib o'zingiz harakat qilib ko'ring. Shu veb-saytlarga tashrif buyurasizlar. Bularda o'zingiz qiziqqan yo'nalishni belgilaysiz va shartlarini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib chiqasiz va hujjatlaringizni elektron pochta orqali nemischada jo'natasiz. Bu hujjatlar nimalar bo'lishi kerak? O'zlari ham yozib qo'ygan bo'ladi yoki qo'shimcha tarzda siz Zagrant pasportingiz, misol uchun men o'zim doim jo'nataman. Zagrant pasport, motivatsion shreiben, ya'ni siz o'z bu sohaga bo'lgan qiziqishingiz, Lebenslauf, ya'ni tarjimai hol. Boshqa sertifikatlar, ya'ni biror joyda praktika qilgan bo'lsangiz, shularni nemis tiliga tarjima qildirib jo'natsangiz bo'laveradi. Kollej diplomlaringiz, oxirgi o'qigan kollej diplom yoki 11 yillik maktabni bitirgan bo'lsangiz, shularni nemis tiliga tarjima qildirib keyin jo'natasiz. Bitta-ikkita joyi bilan topshirish bilan ish bitib qolmaydi. Siz 100lab, 200lab yo'nalishingiz to'g'ri keladi. Va bu yo'nalishga siz turmush qurganmisiz yoki qurmaganmisiz, o'g'il, qiz farqi yo'q. Muhimi sizda bu o'z yo'nalishingizga motivatsiyangiz, ya'ni qiziqishingiz bo'lishi kerak va siz qo'lingizdan kela olish kerak. Nemis tili ham bu joyda katta rol o'ynaydi. Shu joyda sizga bitta sirni ochaman. Agar siz Germaniyaga kelmoqchi bo'lsangiz, albatta nemis tili o'qing. Nemis tilisiz umuman iloji yo'q. Sizlar bilan Diyorbek Mahmudov bo'ldi. Germaniya bir qadam kanalidan uzoqlashmanglar. Bizni Instagram, TikTok, Telegram va YouTube dan tomosha qilib har xil ma'lumotlar olishingiz mumkin. Ko'rishguncha.